大家高面大，是不是？好，哎，Sonra en son böyle tabii nasıl ki sen fikre Zoomga kiring, zoomga. Zoomga, assalomu alaykum. Himoya, himoya. Yok abi sen düşün. Конечно, рубля. O'sha bo'ladi. Patta sababligi mana bilbor hurmatli hamkasblar. Hozir kengash a'zolaridan 19 kishi qatnashyapti Zoomda. Demak, jami 19 kishi ekan. Ish boshlashimiz mumkin. Demak, bugungi himoya sofligi bo'yicha 020003 Afg'on kimyo bo'yicha 5 nafar fan doktor qatnashyapti. Bugungi majlisimiz kun tartibi Bobanazar va Salvinoz Habibullayevnani 020003 Afg'on kimyo ixtisosligi bo'yicha bajarilgan tolloidinni xlorotistillash reaksiyalari va olingan birikmalarni xossalar mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini himoyasi Ish Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida organik va neft kimyo kafedrasida bajarilgan ilmiy rahbar kimyo fanlari doktori professor Abdushukur Anvar Kabirovich, rasmiy opponentlar kimyo fanlari doktori professor Ziyadullayev Odiljon Egamberdiyevich hamda kimyo fanlari doktori katta ilmiy xodim Abdurazzoqov Asqar Sheraliyevich, yetakchi tashkilot Toshkent farmatsevtika instituti. Kun tartibi bo'yicha savollar yoki takliflar bormi? Ma'qul bo'lsa, unda ovoz berishinglarni so'rayman. Kim rozi? Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Endi hozir talabgorning shaxsiy ishi bo'yicha tanishtirish uchun so'zni ilmiy kengashimizni ilmiy kotibiga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bobanazar va Sarnoz Habibullayevna 1982-yil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Ziyoli oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2004-yillarda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti bakalavri, 2004-2006-yillarda O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, 2005-2009-yillarda Sirg'ali tuman 6-ixtisoslashgan maktab o'qituvchisi, 2009-2018-yillarda Hamza temir yo'l kasb-hunar kolleji o'qituvchisi, 2018-yildan 2019-yilgacha O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakulteti organik kimyo kafedrasi laboratoriya mudiri, 2019-2021-yillarda O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakulteti organik kimyo kafedrasi o'qituvchisi, 2022-yildan 2023-yilgacha O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakulteti stajyor tadqiqotchisi, 2023-yildan hozirgi vaqtgacha O'zbekiston Milliy universiteti doktorant sifatida
faoliyat olib bormoqda. Dissertatsiya mavzusi toluidinni xlor astillash reaksiyalari va olingan birikmalar hosilalari. Ilmiy rahbar professor Abdushukurov. Dissertatsiya bajarilgan muassasa O'zbekiston Milliy universiteti. Ilmiy faoliyat davomida 5 ta maqola va 17 ta tezis, shulardan maqolalardan 3 tasi xalqaro, 2 tasi respublika OAK bazasiga kiritilgan jurnallarda chop qilingan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 21 may 2025 yilda O'zMU Organik kimyo kafedrasining kengaytirilgan 13-sonli ilmiy seminarida muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi majlis raisi professor Xalikov tomonidan imzolangan. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchi Parmonov. Seminar Bobonazarovnaning dissertatsiya ishini organik kimyo ixtisosligi bo'yicha himoyaga tavsiya etgan. Dissertatsiya ishining muhokamasi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSK 03/12/2019 K 01/03 raqamli ilmiy kengashning 02/00/03 organik kimyo ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminarning 2-iyul 2025 yildagi 4-sonli majlisda muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi o'rinbosari professor Xalikov tomonidan imzolangan. Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar katta ilmiy xodim Jo'rakulov va dotsent Azimova. Seminarda Bobonazarov Sarvinoz Habibullayevnaning dissertatsiya ishini Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiyaning muhokama davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2025 yil 17 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida, 2025 yil 25 sentyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligining O'zA veb-saytida, shuningdek 2025 yil 23 sentyabrda Ziyoniyat axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi vaqti referati Toshkent farmatsevtika instituti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokama etilgan. 2025 yil 29 sentyabr 3-sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi dotsent Po'latova va taqrizchi professor Karimov tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Rahmat. Ilmiy kotibga savollar bor. Tushunarli bo'lsa, so'zni talabgorga beramiz. Marhamat, reglament 20 minutgacha. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari va ustozlar. Mavzuning dolzarbligi. Tibbiyotda diabet, saratonga, Alsgeymerga qarshi vositalar sifatida xlorentollatsamid izomerlar va uning hosilalari ishlatiladi. Farmatsevtikada mivekain, aptekain, pirlakain, metakolon, metalazon preparatlar sifatida, qishloq xo'jaligida mikroblarga qarshi fungitsidlar, metalaxlor va atsalaxlor begona o'tlarning o'sishini to'xtatuvchi vositalar sifatida, samarali usullar, sintezlar, aromatik halqali birikmalarni xlorostillash reaksiyalari yashil kimyo tamoyillariga asoslangan holda suvli bufer eritmalarda arzon, zararsiz asoslar ta'sirida olib borish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Tibbiyotda va qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan ba'zi preparatlar keltirilgan. Metakolon, metalazon analgetik vositalar sifatida, metalaxlor, astalaxlor begona o'tlarning o'sishini to'xtatuvchi vositalar sifatida, mivekain, aptekain, pirlakain anesteziyalovchi vositalar sifatida, pikalutamid, flutamid saratonga qarshi vositalar sifatida keng qo'llanilib kelinmoqda. Tadqiqotning vazifasi toluidinni xlorostillash reaksiyalari maqbul usullarni takomillashtirish va olingan birikmalarning ba'zi alkaloidlar bilan reaksiyalarini tadqiq qilishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari: toluidin izomerlarni xlorostillash reaksiyalarini ultratovush ta'sirida xona haroratida olib borish usullarini tadqiq qilish hamda xlorostillash reaksiyalaridagi nisbiy faollikni aniqlashdan iborat. 2-xlorentollatsamid hosil bo'lish unumiga asos ta'sirini erituvchi tabiati hamda reaksiya davomiyligini o'rganish. 2-xlorentollatsamidlarni ba'zi alkaloidlar bilan 1,3,4 dimetoksifenil, 6,7 dimetoksi, 1,2,3,4 tetragidroizoxinolin, keyingi o'rinlarda EFT deb aytiladi. Citizin, salsalin, psevdoefedrin, 8-oksixinolin, anabazin bilan nukleofil almashinish reaksiyalari uchun maqbul sharoitlarni aniqlash, reaksiya natijasida olingan organik birikmalarning tuzilishini fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tasdiqlash hamda qo'llanish sohasini asoslash, sintez qilingan yangi N-tollatsamidlarni alkaloidli hosilalarni biologik faolligini tadqiq qilishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi: toluidinlarni xlorostillash reaksiyalari ilk bor ultratovush ta'sirida past haroratda -5–2 gradus haroratda azitonitrilli erituvchisida sintez
qilingan va toluidin izomerlarni xlorostillash reaksiyalarida unum ortotoluidin, metatoluidin, paratoluidin qatorida azot atomining elektron zichligi va asosligi ortishiga mos ravishda ortib borishi isbotlangan. İlk bor 2-xlor-en-tolil-asetamid izomerlarini ba'zi tanlangan efidin, sitizin, salsalin, psevdoefedrin, 8-oksigenalin, anabazin alkaloidlari bilan nukleofil almashinish reaksiyalari maqbul sharoitda yuqori unum bilan mahsulot ajratib olingan. Ushbu reaksiyalar uchun erituvchilarning etilatstat, bir tur dioksan, aseton, dimetilformamid faollik qatori aniqlangan va unga asoslanib qulay erituvchi dimetilformamid deb topilgan. 2-xlor-en-tolil-asetamid alkaloidlar bilan reaksiyalari qizdirish bilan olib borilganga qaraganda ultratovush sharoitida yuqori unum bilan mahsulot ajratib, mahsulot hosil bo'lish harorat ta'sirida molekulalarning harakati tezlashishi hisobiga, ultratovush ta'sirida esa atomlar orasidagi bog'larning tebranishlar soni ortishi hamda bog'larning uzilishini osonlashishi va yangi bog'ning hosil bo'lishi tezlashishi bilan izohlanadi. 2-xlor-en-tolil-asetamid izomerlarini ba'zi tanlangan efidin, sitizin, salsalin, psevdoefedrin, 8-oksigenalin, anabazin gidroxlorid alkaloidlari bilan nukleofil almashinish reaksiyalari ilk bor kam miqdordagi dimetilformamid ta'siri o'rganilgan va dimetilformamidning katalitik ta'siri uchun mexanizm taklif qilingan. 2-xlor-en-tolil-asetamid izomerlarini alkaloidlar bilan nukleofil almashinish reaksiyalari unumi asosida tanlab olingan alkaloidlarning efidin, psevdoefedrin, sitizin, anabazin, 8-oksigenalin, salsalin faollik qatori aniqlangan. Tadqiqotlarni dastlab toluidin izomerlarning xlorostil xlorid bilan reaksiyalari o'rganildi. Bizga ma'lumki, xlorostil xlorid kuchli atsillovchi reagent. Bunga sabab xlorostil xlorid molekulasidagi karbonil guruhga bog'langan xlorning manfiy induksion ta'siri va karbonil guruhdagi kislorodning manfiy mezomer ta'siri natijasida karbonil guruhda elektron taqchilligi yuzaga keladi. Natijada toluidinning azotdagi juft elektronlari nukleofil hujum qiladi va reaksiya nukleofil almashinish mexanizmida boradi. Tadqiqotlarni bizga ma'lumki, nukleofil almashinish reaksiyalari qutbli erituvchilarda boradi. Tadqiqotlarni aseton, nitril, aseton, dioksan, benzol erituvchilari tanlab olindi. Toluidin izomerlarni reagentlar birga bir nisbatda reaksiyalar olib borildi. Asos sifatida kaliy karbonatdan foydalanildi. Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, erituvchining qutbliligi ortgan sari reaksiya unumi ortib borishi kuzatildi. Keyingi tadqiqotlar aseton, nitril, benzol erituvchisida ikki xil asosning ta'siri o'rganildi. Tritilamin va kaliy karbonat asoslari tanlab olindi. Kaliy karbonat asosida yuqori unum bilan mahsulot olishga erishildi. Erituvchi sifatida benzol, ya'ni qutbsiz erituvchida ham xlorositillash reaksiyasi yaxshi unum bilan mahsulot hosil bo'lishi o'rganildi va olingan mahsulotlarni suyuqlanish haroratlari va erif qiymatlari aniqlandi. Reaksiyalar past haroratlarda -2, -5 haroratlarda olib borildi. Olingan moddalarni fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tasdiqlandi. Ya'ni 2-xlor-en-ortotol-asetamidning infraqizil spektri keltirildi. Bunda amid bog'iga tegishli NH valent tebranishlar 3264 teskari santimetr sohada, karbonil guruhga tegishli valent tebranishlar 1660 teskari santimetrga, xlor bog'langan SH2 ga tegishli valent tebranishlar 746-713 teskari santimetr sohada, aromatik halqa, ya'ni 1-2 almashingan aromatik halqaga tegishli tebranishlar 1225-1175 teskari santimetr sohada yutilishlari kuzatildi. Sintez qilib olingan 2-xlor-en-tolil-asetamid izomerlaridan 2-xlor-en-paratolil-asetamid izomeri kristallari o'stirildi va kristalli Cambridge kristallografik bazaga kiritildi. Olingan 2-xlor-en-ortotol-asetamidning proton spektrlari keltirildi. Proton spektrlarida bizga tegishli xlor bog'langan SH2 protonlari 4-16 sohada singlit signallari, aromatik halqadagi metil radikali 232 million ulush sohada singlit holatda va aromatik halqaga tegishli protonlar 739 da dublit, 702 da dublit, 701 da singlit va 688 da dublit signallari kuzatildi. Uglerod 13 spektrlarida eng kuchsiz sohada karbonil guruhga tegishli uglerodlar 168 million ulush sohada
yutilishlari kuzatildi. Ya'ni xlor bog'langan uglerodga tegishli signallar 43 sohada, aromatik halqadagi metil radikalga tegishli signallar 1787 million ulush sohada signallar kuzatildi va adabiyot ma'lumotlariga solishtirildi va tasdiqlandi. Keyingi tadqiqotlar kimyoviy xossalarni o'rganish maqsadida adabiyot ma'lumotlari bilan tanishib chiqildi va 2-xlor N-tolil asetamid izomerlarini alkaloidlar bilan reaksiyalari o'rganilmaganligi aniqlandi va keyingi tadqiqotlar xossalarni o'rganish maqsadida alkaloidlar bilan reaksiyalar olib borildi. Efidda alkaloid bilan reaksiyasi keltirildi. Bunda 2-xlor N-tolil asetamidda xlorni manfiy induksion ta'siri va karbonil guruhni manfiy induksion va karbonil guruhdagi kislorodning manfiy mezomer ta'siri natijasida galogen bog'langan uglerodda elektronga taqchillik yuzaga keladi va natijada alkaloid tarkibidagi azotning juft elektronlari nukleofil bo'lib hujum qiladi. Reaksiya SN2 mexanizmida ketadi. Ya'ni azotning nukleofilning hujumi bilan nukleofil tufogning chiqib ketishi, o'tish holati bilan boradi. Keyingi alkaloid psevdoefedrin alkaloidi tanlab olindi. Psevdoefedrin alkaloidida ikkita reaksion markazi bo'lganligi sababli nazariy ma'lumotlardan bizga ma'lumki, N nukleofilning faolligi yuqori O nukleofilga nisbatan. Shuni tasdiqlash maqsadida giperchim dasturida elektron zichliklari aniqlandi va elektron zichlik natijalari ham azotda elektron zichlik yuqori chiqqanligi sababli nukleofilligi yuqori ekanligini ko'rsatdi va tadqiqotlar olib borildi. Reaksiya mexanizmi SN2 mexanizmda boradi. Tadqiqotni olib borishda nukleofil almashinish reaksiyalari qutbli erituvchilarda yaxshi borganligi sababli qutbli erituvchilardan etilatstat, dioksan, aseton, dimetilformamid tanlab olindi. Reaksiyalar reagentlarning 1:1 munosabatda erituvchining qaynash haroratida magnitli aralashtirgichda olib borildi va reaksiya unumlari aniqlandi. Olingan moddalarning erif qiymatlari va suyuqlanish haroratlari aniqlandi. Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, erituvchilarning qutubliligi ortgan sari reaksiyaning unumi ortishi kuzatildi. Keyingi alkaloid sitizin alkaloidi. Sitizin alkaloidda ham elektron zichlik qiymatlari aniqlandi va N ning elektron zichlik qiymati -0.452 yuqori ekanligi va N nukleofil tabiati kuchli ekanligi aniqlandi va mahsulot reaksiya SN2 mexanizmida ketganligi sababli mexanizm keltirilmadi. Keyingi alkaloidimiz anabazin alkaloidi. Anabazin alkaloid ham N nukleofil tabiatga ega. Keyingi paytlarda jahonda N nukleofil almashinish reaksiyalari keng o'rganilgani sababli asosan N nukleofil tabiatga ega bo'lgan alkaloidlar tanlab olindi. Va solishtirish maqsadida keyingi alkaloid 8-oksixinalin, ya'ni O nukleofil tabiatga ega bo'lgan alkaloid bilan ham reaksiya olib borildi. Reaksiya mexanizmi O nukleofil markazidagi juft elektronlar, kislorodning juft elektronlari bilan hujumi bilan boshlanadi va reaksiya SN2 mexanizmida boradi. Tadqiqotlarni bir tur dioksan, aseton, dimetilformamid erituvchilarda erituvchining qaynash haroratida reagentlarning 1:1 mol nisbatida olib borildi. Asos sifatida tritilamindan foydalanildi. Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, erituvchining qutubliligi ortgan sari reaksiyaning unumi ortib borishi kuzatildi. Olingan moddalarning erif qiymatlari va suyuqlanish haroratlari aniqlandi. Keyingi alkaloid salsalin alkaloidi. Salsalin alkaloidi ham N nukleofil tabiatga ega, lekin ikkita reaksion markaziga ega elektron zichlik qiymatlari aniqlandi. N nukleofil NH ning elektron zichlik qiymati 0.-441, OH da elektron zichlik qiymati 0.235 ga teng ekanligi aniqlandi va N mahsulotlar hosil bo'lishi nazariy ma'lumotlar bilan asoslandi. Reaksiyalarni biz tanlagan erituvchilarda aseton, bir tur dioksan, dimetilformamidda erimaganlik, salsalin alkaloid erimaganligi sababli reaksiyaning sharoitini biroz o'zgartirdik. Ya'ni erituvchi xloroform va dimetilformamid 1:1 nisbatda ultratovushli sharoitda olib borildi. 80 gradus haroratda reagentlar 1:1 nisbatda olib borildi va reaksiya unumi, mahsulot unumi aniqlandi. Olingan moddalarning erif qiymatlari va suyuqlanish haroratlari aniqlandi. Keyingi tadqiqotlarni ushbu reaksiyalarga muqobil sharoit topish maqsadida reaksiyalarni ultratovush ta'sirida 80 gradus haroratda olib borildi. Asos sifatida kaliy karbonatdan foydalanildi. Yuqoridagi tadqiqotlarga asoslangan sifatida kaliy karbonat qulay asos bo'lganligi sababli
erituvchi sifatida dioksan, aseton dimetil formamitda olib borildi va ultratovush ta'sirida reaksiya unumi yuqori ekanligini kuzatishimiz mumkin jadvaldan. Reaksiya davomiyligini yupqa qatlamli xromatografiya usulida aniqlandi va reaksiya davomiyligi ultratovush ta'sirida olib borilganda 2 soatni tashkil qildi. Ushbu jadvalda ikki xil usulda olingan natijalar solishtirish maqsadida keltirildi. Birinchi ultratovush ta'sirida olib borilgan 80 gradus haroratda olingan natijalar va erituvchining qaynash haroratida olib borilgan natijalar taqqoslash maqsadida keltirildi. Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, ultratovush ta'sirida olingan natija reaksiya unumi yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jadvalning davomi. Keyingi tadqiqotlar, yuqorida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi sifatida dimetil formamid qulay erituvchi deb topildi va dimetil formamitni kam miqdordagi ta'siri o'rganildi. Reagentlar birga-bir nisbatda olib borildi. Ikki xil harorat ta'siri ham o'rganildi. Bunda 80 gradus haroratda va 20 gradus haroratda reaksiyalar o'rganildi. 80 gradus harorat ya'ni xona haroratida ham yaxshi unum bilan mahsulot olishga erishildi. Olingan moddalardan 2-xlor-en paratol azitamidni, 2-xlor-en metatolil azitamidning psevdofidrin bilan hosilasini, 2-xlor-en metatolil azitamidning ifit alkaloid bilan hosilasi kristallari o'stirildi va Cambridge kristallografik bazaga kiritildi. O'tkazilgan tadqiqotlarda dimetil formamidni alkaloidlar bilan reaksiyasida mexanizm taklif qilindi. Bunda dimetil formamid alkaloiddagi azotdagi bog'langan protonni solvatlaydi va uning nukleofilligini oshirib beradi. Reaksiya yuqori unum bilan boradi. Olingan moddalarni fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida tasdiqlandi. Bunda 2-xlor-en ortotol azitamidning psevdofidrin alkaloidi bilan hosilasini proton spektrlari ko'rishimiz mumkinki, NHdagi protonlar 997 million ulush sohada singlit, aromatik halqadagi metil radikal 232 sohada million ulush sohada singlit, SH2 ya'ni azotga bog'langan SH2dagi protonlar 339 million ulush sohada dublit, 6-ugleroddagi protonlar 756 million ulush sohada multiplit signallar kuzatildi. 5-ugleroddagi metil radikali protonlari 817 sohada dublit, triplet signallari kuzatildi. Olingan 2-xlor-en ortotol azitamidning uglerod 13 yamir spektri keltirildi. Uglerod 13 yamir spektrida 6-uglerod atomiga tegishli signallar 96-24 million ulush sohada, karbonil guruh uglerodga tegishli signallar eng kuchsiz sohada, ya'ni 161,3 million ulush sohada, SH2ga tegishli uglerodimiz 79,35 million ulush sohada yutilishlari kuzatildi va olingan modda, biz kutgan modda tasdiqlandi. Olingan 2-xlor-en ortotol azitamidning psevdofidrin alkaloidi bilan hosil qilgan mahsulotning infraqizil spektri o'rganildi. Infraqizil spektrda 3337 sm teskari santimetr sohada OH-ga tegishli valent tebranishlar, 3061 teskari santimetr sohada NH ga tegishli valent tebranishlar kuzatildi. 1642 teskari santimetr sohada karbonil bog'ining valent tebranishlari, 1248 teskari santimetr sohada aromatik halqadagi NH bog'iga tegishli valent tebranishlar, 1449 santimetr sohada metil guruhining valent tebranishlari, 768 santimetr sohada teskari santimetr sohada 1-2 almashingan aromatik halqaga tegishli yutilishlar kuzatildi. Olingan moddaning mass spektrlari olindi va tasdiqlandi. Xulosa: toluidinlarni xlorotsetillash reaksiyalari ilk bor ultratovush ta'sirida past haroratda asetonnitril erituvchisida sintez qilishning maqbul sharoiti deb topildi. Toluidin izomerlarni xlorotsetillashda reaksiyaga kirishish qobiliyati azot atomida elektron zichlikning ortishi bilan, ya'ni ortotoluidin, metatoluidin, paratoluidin bilan reaksiya unumi ortib borish qatori taklif qilindi. İlk bor 2-xlor-en tolil azitamid izomerlarini ba'zi tanlangan alkaloidlar bilan nukleofil almashinish reaksiyalari o'rganildi va ushbu reaksiyalar uchun
alkaloidlarni efitib, psevdoefedrin, sitizin, anabazin, 8-oksikinamin, salsalin faollik qatori keltirildi. 2-xlor-N-tolilacetamid izomerlarning alkaloidlar bilan nukleofil almashinish reaksiyalari ultratovush past haroratda yuqori unum bilan mahsulot ajratib olindi va ushbu reaksiyalar uchun erituvchining etilatsitat, bir tur dioksan, aseton, dimetilformamid faollik yoki selektivlik qatori aniqlandi. Qulay erituvchi sifatida dimetilformamid tavsiya qilindi. Sintez qilingan birikmalarning 18tasi yangi bo'lib, 3tasi 2-xlor-N-paratolacetamid, 2-xlor-N-metatolilacetamidning effekt alkaloidi bilan hosilasi, 2-xlor-N-metatolilacetamidning psevdoefedrin alkaloid bilan hosilasini fazoviy tuzilishlari hamda barcha kristallografik kattaliklari isbotlandi va xalqaro Cambridge kristallografik bazasiga kiritildi. 2-xlor-N-metatolilacetamid alkaloidlari bilan reaksiyalari qizdirish bilan olib borilganiga qaraganda ultratovush sharoitida yuqori unum bilan mahsulot hosil bo'lish harorat ta'siri molekulaning harakat tezligini hisobiga, ultratovush ta'sirida esa atomlar orasidagi bog'larning tebranishlar soni ortishi hamda bog'ning uzilishi osonlashishi va yangi bog'ning hosil bo'lishi tezlashishi bilan izohlandi. 2-xlor-xinalin, 8-oksi-N-metatolilacetamid va 2-sitizen-N-metatolilacetamid moddalarining metall ionlari bilan xilatlashish yoki kompleks hosil qilish qobiliyati yuqori ekanligi aniqlandi va shu moddalar reaktiv sifatida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ekspertiza kriminalistika bosh markazi portlash texnik ekspertizalar bo'limining 2025-yil 24-aprildagi 21A691 sonli ma'lumotnomasi amaliyotga tatbiq qilindi. Sintez qilingan moddalar orasida 2-xlor-N-metatolilacetamidni effekt alkaloidi bilan hosilasi va 2-xlor-N-paratolacetamidning effekt alkaloid bilan hosilasi hujayralar liniyasi laringeal adenokarsinoma HEP2-ATSSSL 23 mos ravishda 41,9-39,7% hujayraga o'sishini ingibirlash bo'yicha qisman sitotoksiklikni ko'rsatdi. 2-xlor-N-paratolilacetamidning effekt alkaloidi bilan hosilasi turli dozalarda antioksidant faollikni, adrenalinning autooksidlanishini ingibirlashiga ko'ra tekshirildi. Olingan natijalar foizlarda moddaning konsentratsiyasining ortishi bilan antioksidant xususiyatida proporsional o'zgardi. 2-xlor-N-paratolilacetamidning effekt alkaloid bilan hosilasi 3-modda o'tkir zaharlanish xususiyatini o'rganish natijalari ushbu moddaning 5-sinf deyarli zaharli bo'lmagan birikmalar sinfiga mansub ekanligi aniqlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzusi tugadi. Mavzu bo'yicha talabgor kimda qanday savollar bor? Marhamat. Professor Akbar. Temperatura ta'sirida molekulalar harakati tez o'zgaradi. Tovush hisobiga atomlar orasidagi buyumlarni tebranishi va bog'larning uzilishi osonlashadi. Shuni isbotlanadi. Ultratovush ta'sirida reaksion aralashmani konsentratsiyasiga ham bog'liq ekan. Agar konsentratsiya 50% dan 70%gacha bo'lsa, atomlarning to'qnashishlar soni ko'p bo'lar ekan va reaksiya tezlashishi oson bo'lar ekan. Qancha to'qnashishlar soni ko'p bo'lsa, kavitatsiya jarayoni tez bo'lar ekan. Kavitatsiya jarayonida energiya ajralib chiqishi natijasida bog'ning uzilishi va yangi bog'ning hosil bo'lishi shu energiyani hisobiga tezlashar ekan. 70% dan oshganda reaksion aralashma 70% dan oshgan paytda kavitatsiya jarayoni juda tezlashib ketish hisobiga zarrachalar hajmi kattaradi va portlash qiyinlashib qoladi. Natijada bog'ning uzilishi sekinlashar ekan. 50% dan kam bo'lgan jarayonlarda ham to'qnashishlar soni kam bo'lar ekan. Natijada reaksiyani, ya'ni sanikatsiya, kavitatsiya jarayonlari sekin bo'lar ekan. Shuni hisobiga reaksiyani sekinlik borishi sekinlashar. Reaksion aralashmani konsentratsiyasi. Erituvchi boshlang'ich moddalarni aralashmasi, ya'ni reaksion bo'tqa deb berilgan, reaksion aralashma deb ketildi. Erituvchiga nisbatan boshlang'ich moddalarning konsentratsiyasi ustoz. Marhamat, yana so'raylik. Marhamat.
Mulodir. Normal to'g'ri ko'rganimda keyin bitta slaydingizda boshqacha ma'lumot berish shekilli ekan. Birinchi savol ultratovush ta'sirining roli haqida. Chunki ko'p joyda shuni aytyapsizda, e'tibor va reaksiya harorati sizda yetkazyapsiz 5 minutda 2 to'g'ri. Lekin qaysi slaydda ko'rsatdingizki 2 soat davomida 80-100 gradusda boradi. Shu uslublar yaxshi biladi, biz ham qo'llaymiz. Ultratovush ta'sirini uzoq ushlab bo'lmaydi. Chunki uzoq ushlanganda ichki harorat oshib ketadi. Biz ham ishlatganda biz 3-5 minut ishlatamiz, undan ortiq ishlatolmaymiz. Lekin negadir sizda vaqt uzoqroq. Bu reaksiya muhitning hamdasi temperatura harorati oshib ketmaydimi? Birinchi savol. Rahmat. Ustoz, birinchi bosqich reaksiyalar, ya'ni xlorositillash reaksiyalari past haroratlarda xlorosil xloridni tomchilatib qo'shish bilan olib borilgan va xlorosil xlorid qo'shib bo'lingandan keyin xona haroratida olib borilgan. Keyingi reaksiyalar, ya'ni 2-xlor N-tolil asetamidni nukleofil almashinish reaksiyalari, alkaloidlar bilan reaksiyalari yuqori haroratlarda olib borilgan. Ultratovush ta'sirida xlorositillash reaksiyalariga bu usul qo'llanilmagan. Adabiyot manbalari bilan tanishish davomida aynan 2-xlor tolidin izomerlarni xlorositillash reaksiyalarida ham, nukleofil almashinish reaksiyalarida ham bizni reaksiyamiz uchun bu usul qo'llanilmagan. Endi men -2 -500 ni tushunsa bo'ladi, chunki o'z solasiz yoki boshqa solib ushlab turasiz, lekin bu 80 gradus men uchun sal masala bo'lib tuyulyapti. Chunki 80 gradusni termosatda ushlab turishingiz mumkin, to'g'rimi? Demak, sirkulyatsionni sovuq turishingiz kerak, bu emas ekan. Tomoni ham men uchun sal tushunmovchilik bo'ldi. Ikkinchisi, organik kimyoning asosiy qurollaridan biri bu ikki aspekt. Mana siz slaydingizda ko'rsatdingiz, juda past nimada spektr diapazonida cho'qqi juda ko'p. Endi organik kimyodan yiroqman, lekin organik kimyogarlar mavjud kimyosi kerak. Shu biz aytamizki, ruschasiga aytganda atmoprozratsiya degan narsa bor. Sizda shunday bir soha bormi? Dastlabki moddalaringizda o'sha cho'qqi tushmaydigan sohaki, undan keyin o'sha nukleofil almashish reaksiyadan keyin o'sha sohada bitta cho'qqi yana ko'rinib qoldi. Infraqizil spektrda. Mana siz olyapsiz A bilan B'ni, ikkalasiga tegishli ikki spektrda oldingiz, ularga tegishli ikki spektr chiqdi. Ikkalasini qo'shib mahsulot oldingiz, uni ko'rganingizda ikkalasiga xos bo'lmagan region spektrda bitta cho'qqi hosil bo'ladi. Shunaqasi bormi? Rahmat ustoz. Boshlang'ich moddalarni ikki spektr, infraqizil spektrini olganimizda tolidinda NH2, ya'ni aminlarga xos 3,5 ming sohada 3,5 ming atrof sohada yutilish kuzatiladi. Biz xlorositillaganimizdan keyin bu 3 ming sohaga o'zgaradi. Siljiydi. Amid bog'i hosil bo'lish hisobiga. Shu dastlabkini keltirganingizda Dastlabkini keltiraman. o'sha Lekin dastlabki bilan taqqoslab ko'rganman. olib tushgan inson bilan. Yana savollar bormi? Marhamat. Akram Saliyevich. Ben ikkita savolga qarshi bitta savolimga qisman javob oldim. Yana ikkita savol qoldi. Bu savolim o'sha ko'raganda xlorositillash reaksiyasi to'g'risida nokta ko'rsatasiz, ishqorni deganimiz, ishqorni mutabik bo'lib ikkitaga beryapsiz. Deytilarim bilan deytilarim tushunarli, ya'ni bo'lgandan keyin bu o'ziga vazifa yukadi. Vazifa shu. Endi karbonat avvalroq o'sha organik uchun aniq yerga keyin retsensiyalanmaydi-yu o'tda. Bu qanaqa hisoblarda shuni so'ramoqchiman. Rahmat ustoz. Kaliy karbonat organik erituvchilarda erimaydi, lekin adabiyot manbalarida ham keltirilgan kaliy karbonat bilan qutbli qutbsiz erituvchilarda xlorositillash reaksiyalarida foydalanilgan. Vodorod xlorid hosil bo'lgandan keyin kaliy karbonat vodorod xloridni o'ziga tortadi, ishqoriy bo'lganligi uchun. Javob qoniqarlimi? Rahmat.
Yana savollar bormi? Savol Marhamat. davomida o'sha 80 gradusda ham o'ta tovush ishlatganmisiz? Agar ultratovush ishlatmasdan temperaturani o'zini ko'tarsa-chi 100 gacha masalan. Rahmat. Joylaydimi 100 ni undan ko'proq? Rahmat ustoz, ultratovushli apparatimizni maksimal harorati 80 gradusda haroratni apparatda qo'yganmiz, shu bilan reaksiya olib borganmiz. Yuqori haroratda erituvchini qaynash haroratida olib borilgan reaksiyalar magnitli aralashtirgichda olib borilgan ustoz. Boshqasi. Ultratovushda unaqa yuqori haroratda 80 gradus maksimal harorati qo'yiladigan. Turab tovushda damlayotganda chegarasi bor temperatura deyapsiz. Lekin biz tushunmayotganimiz u qurilma. Lekin biz tushungan qurilmada bunaqa narsa bo'lishi yaxshi-da. Sal tushunmayman. Ultratovushli suv hammomi ustoz. Mana shunday Harorat boshqasi. Harorat qo'yiladi, harorat 80 gradusga qo'yiladi. cheklab qo'yasiz. O'zi apparatda harorati 80 gradus qo'yilgan, maksimal 80 gradus. Uni past haroratda qo'yishimiz mumkin, lekin maksimal 80 gradusda ishlar ekan. Biz past haroratda ham o'rganish uchun haroratini qo'shmay, xona haroratida 20 gradusda ham olib bordik. 80 gradusda ham, 20 gradusda ham natijalar olindi. Sog'lom bo'lgani uchun boshqacha ham qilish mumkin. Salashim. Harorat 80 ga qo'ysak, ustoz suv ichi 100 ni bermaydi-da. Marhamat, Zoom'da qatnashayotganlar savollar bormi? Bahrom aka savol bermoqchimidingiz? Ha, savol bermoqchi edim. Birinchi savol, demak mana psevdoefedrin olinganda, psevdoefedrin olingan paytda odatda efedrin ham olib, keyin ularni faolligi solishtiriladi. Endi savol shundan iboratki, psevdoefedrin bilan efedrinni tuzilishi hamda biologik faolliklari to'g'risida ma'lumot bormi sizda? Nimaga psevdoefedrinni olgansiz? Efedrinni ham olmagansiz demoqchi edimda. Rahmat ustoz. Alkaloidlarni olgan paytimizda faqat psevdoefedrinni olganmiz, efedrinni olmaganmiz. Ikkalasi bir-biri bilan izomer moddalar. Psevdoefedrin bronx kengaytiruvchi, antikongessiv xususiyatga ega. Biz o'simlik moddalar kimyosi institutida alkaloidlar kimyosi kafedrasida alkaloidlarni olib o'rgan. Yana savolingiz bormi Bahrom aka? Keyingi ishlarga Lekin ular bir-biri bilan faolligidan farq qiladi. Yo, boshqa savolim yo'q, rahmat. Rahmat. To'xta. Bitta savolim bor. Mana boya slaydda ko'rib qoldim, 96% bilan ajratib olinganda, organik kimyoda bu juda yuqori. O'shani qanaqa ajratib olingan? Xil moddalarni unumi 96%. rahmat. Efid alkaloidi bilan shunaqa yuqori unumga erishilgan. Reaksiyani erituvchida olib borilgandan keyin, reaksiya tugagandan keyin erituvchisi rotorli sparitildan haydalgan. Efid alkaloid bilan olib borilgan mahsulot suvda erimaydi, suvda yuvib tozalab olingan, shu unumga erishilgan. Qayta kristalga tushirilganmi keyin? Yo'q, kristal keyin o'stirilgan, qayta kristallab tozalangan. Suvda yuvib tozalab olingan. Kristal o'stirish uchun tegishli erituvchilarda kristal o'stirilgan. Aseton erituvchisida o'stirganman kristalni. Rahmat. Kristallizatsiya qilingan ekan bu. Shuni tushunmamişdim. Yana savolingiz bormi Bahrom aka? Yo'q, rahmat, bo'ldi. Rahmat. Bormi yana savol yetarlimi? Yetarli bo'lsa, unda dissertatsiya bo'yicha seminar va yetakchi tashkilot xulosalasi hamda tadqiqotga kelgan takliflar bilan tanishish uchun so'zni ilmiy kotibiga beramiz. Rahmat. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ish va avtoreferat Toshkent farmatsevtika instituti huzuridagi
ilmiy kengash ilmiy seminarda muhokama qilingan 2025-yil 29 sentyabr 3 sonli bayonnoma taqrizchi professor Karimov xulosa ijobiy ayrim mulohaza va takliflar keltirilgan. Xo'p, birinchisi xlor astillash reaksiyalarida optimal sharoit topish maqsadida erituvchi va asos ta'siri o'rganilgan N-astilamid sintezda ultratovush ta'siri o'rganilgan. Reaksiyada qo'llanilgan asosning ta'siri erituvchilarga bog'lab natijalar taqqoslanganda uning ilmiyligi yanada oshgan bo'ladi. Ikkinchisi, ultratovush ta'sirida olib borilgan reaksiyalarda boshqa bir necha asoslar qo'llanilganda, balki asos ta'siri solishtirilganda ilmiyligi yanada ortgan bo'ladi. Uchinchisi, tadqiqotning ikkinchi bobi N-astilamidlarning ba'zi alkaloidlar bilan reaksiyalarda N-nukleofil bilan birga bitta O nukleofil tanlangan. O nukleofil tabiatda 2-3 alkaloidlar bilan reaksiyalar olib borilib, natijalar taqqoslansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi, adabiyotlar ma'lumotlardan ma'lumki, tibbiyotda va farmatsevtikada turli diabet, saraton, Alsgeymer kasalligiga qarshi immunostimulyator faollikka ega bo'lgan turli patogen mikroorganizmlarga qarshi biologik faol birikmalar qishloq xo'jaligida gerbisid, fungisid sifatida keng miqyosda qo'llanmoqda. Sintez qilib olingan N-alkaloidli N-aril amidlarni bakteriyalarga qarshi biologik faolligini o'rganilganda yaxshi bo'ladi. Keyingisi, dissertatsiya ishida ayrim ortografik va texnik xatoliklar mavjud. Birinchi taqriz Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jalik fanlari fakulteti kimyo kafedrasi dotsenti Sadiqova tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti quyi molekulyar biologik faol birikmalar laboratoriya mudiri Matchanov Olimjon Davlatboyevich tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirilgan. Amid fragmenti tutgan birikmalarning bugungi kunda qishloq xo'jaligi va farmatsevtika sohasida tutgan o'rnidan kelib chiqib, sintez qilingan amidlarning biologik xossalari yanada kengroq o'rganilganda ishning amaliy ahamiyati ortgan bo'ladi. Keyingisi, Qarshi davlat universitetining organik kimyo kafedrasi mudiri Burxonov Baxtiyor tomonidan kelgan quyidagicha tavsiya keltirilgan. Toludin izomerlarni xlor astillash reaksiyalariga erituvchilarning ta'siri o'rganilgan. Erituvchi sifatida qutbli va qutbsiz erituvchilar tanlab olingan. Qutbsiz erituvchida ham yaxshi unum bilan 2 xlor N-asid tolil asetamidlar olingan. Erituvchi ta'siri o'rganilib, natijalar taqqoslanganda ishning ilmiyligi yanada oshgan bo'ladi. Keyingisi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i Atamuhamedova tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingi taqriz Xitoy Fanlar akademiyasi Shinjon ekologiya va geografiya instituti fitokimyo va o'simlik resurslar laboratoriyasi professori Boza tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirilgan. Sintez qilingan birikmalarning bakteriyalarga qarshi bakterisidlik, patogen zamburug'larga qarshi fungisidlik faollik ham o'rganilganda mahsulotlarning qo'llanish sohasi yanada oshgan bo'ladi. Keyingisi, Xitoy Fanlar akademiyasi Shinjon ekologiya va geografiya instituti qurg'oqchilik yerlarni biogeografiyasi va bioresurslar laboratoriyasi professori Shahua tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Lodz texnika universiteti organik va tibbiy kimyo kafedrasi professori Tomash Maneski tomonidan keltirilgan. Taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi o'simlik moddalar kimyosi instituti tadqiqotlarning fizikaviy uslublar laboratoriyasi katta ilmiy xodimi Akmanov tomonidan berilgan. Taqriz ijobiy quyidagicha tavsiyalar keltirilgan. Birinchisi, avtoreferatda moddalarni raqamlashda xatoliklar kuzatilgan. Raqamlash 01, 02, 03 sifatida boshlanib, keyin 1, 2, 3 ga o'zgargan. Effektni raqamlash nega ishlatilganligi noma'lum. Keyingisi, ba'zi bir reaksiyalar turli erituvchilarda olib borilgan bo'lsa-da, mahsulot unumlari orasida farq juda kam. Bunday holat kuzatilishiga sabab nimada? Keyingisi, nega aynan sitizen, salsalin, psevdoefedrin, 8-oksixinolin, anabazin alkaloidlar va sintetik usulda olingan I3,4 dimetil oksifenil 6,7 dimetaoksi 1,2,3,4 tetragidroksi izoxinolin reaksiyalar uchun tanlanganligi izohlanmagan. Keyingisi, Qarshi davlat universiteti organik kimyo kafedrasi dotsenti Choriyev tomonidan kelgan. Taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirilgan. Alkaloid tutgan birikmalarning bugungi kunda tibbiyotda dorivor moddalar sifatida qo'llanilganligi taklif sifatida sintez qilingan birikmalarning biologik xossalari yanada kengroq o'rganilganda ishning amaliy ahamiyati ortgan bo'lardi. Rahmat.
Azamat so'z talabgorga ko'rsatilgan avtobuslariga kelgan takliflar va yetakchi tashkilotni buni qiladi. Savollarga javob berdi. Avvalambor dissertatsiya ishini vaqtlarini ayamasdan ko'rib chiqib, fikrlarini, mulohazalarini va takliflarini berganlari uchun ustozimiz professor Ziyadullayev Odiljon Egamberdiyevichga o'zimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Qirilgan kamchiliklarni Davlat bilan yetakchi tashkilot. Aminjon akaga javoblar, nima savollarga javob orta referatga keltirilgan kamchiliklarga javoblar. Matchonov Alimjon Davlatboyevich keltirilgan kamchiliklar o'rinli va keyingi ishlarimda albatta inobatga olaman. Keyingisi Sadikova tomonidan berilgan taqrizga kamchilik keltirilmoqda. Bo'rixonov tomonidan berilgan kamchilik taqriz ijobiy. Dissertatsiya avtoreferat bo'yicha quyidagi kamchilik tavsiya etilgan. Toliqli izomerlar aniqlar rastellash reaksiyalariga erituvchilarning ta'siri o'rganilgan. Erituvchi sifatida qutbli va qutbsiz erituvchilar tanlab olingan. Qutbsiz erituvchida ham unum bilan 2 xlor tolil olingan. Erituvchi ta'siri o'rganilib, natija taqqoslanganda ishning ilmiylik darajasi yanada ortgan bo'lar edi. Kamchilikka roziman. Keyingi Oqmanov bu texnik xato ketgan raqamlashda birinchidan boshlang'ich moddalarni 01, 02, 03 deb raqamlaganman, keyingi moddalarni 1, 2, 3 deb raqamlaganman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamlar texnik kamchilik ketibdi. Birinchi uzr so'rayman. Keyin Otamuhammedov ijobiy taqriz beribdilar. Choriyev tomonidan berilgan taqrizlar keyingi ishlarimda inobatga olaman, roziman. Toshmatov Tomash Madnitskiy keltirilgan kamchiliklar ko'rsatilmoqda. Keyingi ishlarimda inobatga olaman. Yetakchi tashkilot. Yetakchi tashkilot. Karimov domla 5 ta kamchilik keltiribdilar. Ko'rsatilgan kamchilikka roziman. Keyingi ishlarimda inobatga olaman. Ikkinchi, ultratovush ta'sirida olib borilgan reaksiyalarni borishga bir nechta asoslar qo'llanishi deyilgan. Asos sifatida biz tritilamin va kaliy karbonatni oldik. Kaliy karbonat bilan yaxshi reaksiyani moddani tozalash qulay bo'lganligi uchun kaliy karbonat o'zi bilan tadqiqotlarni davom ettirildi. Keyin uchinchi kamchilikka roziman. Keyingi ishlarimda inobatga olaman. Sintez qilib olingan 9 ta alkaloid aril amidlari bakteriyalarga qarshi biologik faolligini o'rganilgan, ammo faollik bermaganligi sababli dissertatsiyada kiritilmagan. 5. Dissertatsiya va avtoreferatda ayrim orfografiya va texnik xatolar ko'rsatilgan. 5. kamchilikka roziman va keyingi ishlarimda inobatga olaman. Endi muhokamaga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent kimyo fanlari doktor professor Ziyadullayev Odiljon Egamberdiyevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli jamoat a'zolari, hurmatli sadolari. Demak, iloji boricha qisqa bo'lib beraman, mayli. Demak, muallif Bobonazarova tomonidan tayyorlangan ushbu dissertatsiya ishi organik kimyoning muhim tarmoqlari hisoblangan aromatik aminobirikmalar kimyosi va qo'llanilisiga bag'ishlangan. Ma'lumki, aromatik aminobirikmalar ular asosida olinadigan birikmalar kimyoviy hodisalar turli-tuman bo'lib, ular asosida biologik faol moddalar sintez qilish imkoniyati organik birikmalarning boshqa sinf birikmalariga qaraganda nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. Shuning uchun jahonda aromatik aminobirikmalar asosida ularning yangi turdagi xossalarni sintez qilish usullari, ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Toluidin va uning izomerlarini xlorasetillash, 2-xlor-N tolil asetamidlarning ba'zi alkaloidlar bilan nuklofil almashinish reaksiyalarini o'rganish, turli xil katalitik sistemalar yordamida yangi xossalarni sintez qilish, mahsulot unumiga turli omillar ta'sirini aniqlash hamda maqsadli qo'llanish sohalarini kengaytirish bo'yicha dunyoda ilmiy izlanishlar keng miqyosda olib borilmagan.
Muallif ushbu tadqiqot ishini bajarishda toluidin va uning izomerlarini xlor asetilaz reaksiyalari hamda hosil bo'lgan 2 xlor-en tolil asetamidlarni ayrim alkaloidlar bilan to'g'ridan to'g'ri nukleofil almashish reaksiyalarini o'rganish orqali yangi avlod organik birikmalarni sintez qilish, ularning kimyo usullarini o'rganish va qo'llanish sohalarini aniqlashni asosiy maqsad qilib olgan. Demak, tadqiqot obyekti qilib tanlangan toluidin va uning izomerlarini xlor asetilaz reaksiyalari hamda xlor 2 xlor-en tolil amidlarining 3 xil izomeri o'rta metaparalarni sitizin, salsolin, psevdoefedrin, oksixinolin va anabazin kabi alkaloidlar bilan nukleofil almashish reaksiyalari jarayonlarning reaksiya mexanizmlarini taklif qilish, mahsulot hosil bo'lishining eng muqobil sharoitlarini topish, reaksiyalarning borishini boshqarish va nazorat qilish, reaksiya tartibini aniqlash, sintez qilingan birikmalarning kinetik hisoblashlarini amalga oshirish kabi ilmiy yangiliklarni ishlab chiqish ustida ilmiy izlanishlarni vazifa qilib olgan. Demak, muallif tomonidan ushbu dissertatsiyani tayyorlash jarayonida toluidinlarni ilk bor ultratovush ta'sirida xloroasetilaz reaksiyalari bo'yicha 3 turdagi yangi o'rta metapara 2 xlor-en tolil asetamidlar sintez qilingan va sintez qilingan birikmalar to'liq identifikatsiyalangan. Ushbu sintez qilingan birikmalarning kimyoviy xossalarini tadqiq qilish maqsadida ularning ayrim alkaloidlar bilan 2 xil usulda reaksiyalari o'rganilgan va bular ilk bor o'rganilmoqda va mos ravishdagi 18 turdagi yangi alkaloidli en tolil asetamidlar sintez qilish jarayonlari tizimli ravishda o'rganilgan. Bundan tashqari sintez qilish uchun tanlangan birikmalarni yuqori unum bilan olish va jarayonlarning eng muqobil sharoitlarini topish maqsadida shu mahsulot unumiga reaksiya borishiga ta'sir qiluvchi turli xil erituvchilar, jumladan dioksan, etlasetat, aseton, DMF, benzol yordamida amalga oshirilgan. Muallif tomonidan sintez qilingan barcha organik moddalarning fizik, mexanik, energetik va kimyoviy kvant kimyoviy hisoblashlari aniqlangan. Tarkibi va tuzilishlari zamonaviy fizik-kimyo tadqiqot usullarida o'rganilgan va isbotlangan va foydalanish bo'yicha ham salmoqli natijalarga erishilgan. Demak, muallifning ushbu dissertatsiya ishi kirish, 3 ta bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iborat bo'lib, umumiy hisobda jami 162 betni tashkil etadi. Demak, ishning kirish qismi o'sha belgilangan tartiblarga javob beradi, buni o'qib o'tirmayman. Endi dissertatsiyaning aromatik birikmalarni xloroasetilaz reaksiyalar deb nomlangan birinchi bobida dunyoning yetakchi mamlakatlari ilmiy tadqiqot markazlari va ta'lim muassasalarida aromatik amino birikmalar kimyosi sohasida faoliyat olib borayotgan bir qator kimyogarlarning, olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilingan. Jumladan, aromatik amino birikmalar va ular asosida olingan yangi turdagi element organik birikmalar sintezi jarayoni va sintez qilingan birikmalarning kimyo, neft kimyo, parfumeriya, meditsina, farmatsevtika sanoatida, qishloq xo'jaligida va boshqa turli sohalarda qo'llanilgani to'g'risidagi tahlillar keltirilgan. Foydalanilgan ilmiy adabiyotlar dissertatsiyaning mavzusiga to'la to'kis mos kelishi ko'rinib turibdi. Bundan fikr qilish mumkinki, muallif o'z yo'nalishi bo'yicha nafaqat mamlakatimizda, balki jahonda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini yetarli darajada o'rganib chiqqanligini ko'rish mumkin. Shuningdek, dissertat tomonidan ilmiy adabiyotlar tahlil qilinganda aromatik amino birikmalarning yangi avlod xossalari sintez va texnologiyasida mavjud bo'lgan kamchilik va yutuqlar o'zaro qiyosiy tahlil qilib berilgani ishning ilmiy saviyasini ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Endi dissertatsiyaning toluidinlarni xloroasetilaz va olingan en xloroasetil birikmalarning nukleofil almashish reaksiyalari deb nomlangan ikkinchi bobida muallif tomonidan tanlangan toluidin izomerlari asosida 2 xlor-en tolil asetamidlar sintez qilish va olingan ushbu birikmalarni shu yuqorida ham aytdim, bir qator alkaloidlar bilan erituvchini qaynash sharoitida en nukleofil almashish reaksiyalari tadqiq qilingan. Muallif tomonidan eksperimentlar zamonaviy qurilma va asbob uskuna yordamida olib borilgan bo'lib, ularning xususiy tavsiflari ma'lum bir izchillikda tushunarli tarzda bayon qilingan. Umuman olganda ushbu bobda keltirilgan usullar yangi bo'lib, keyinchalik organik kimyo fanini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin. Demak, muallif ushbu bobda 2 xlor-en tolil asetamid va ularning xossalari unumiga ta'sir qiluvchi omillarni keng doirada o'rgangan va tahlil qilib bergan.
ushbu natijalar asosida har bir jarayon uchun eng optimal sharoitlar topilgan. Jarayonlarning reaksiya mexanizmlari taklif qilingan. Olingan ma'lumotlar asosida 2 xlor N-tolil asetamitlarni hamda ular asosida olingan alkaloidli N-tolil asetamitlarni sintez qilishning nisbiy samaradorlik qatori, ya'ni qonuniyat ishlab chiqilgan. Tajribalar asosida tanlangan erituvchilarning reaksiyaga borishi o'rganilgan bo'lib, o'sha tanlangan erituvchilarning ya'ni faollik qatori ham ishlab chiqilgan va taklif etilgan. Bundan tashqari, olingan natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, muallif tomonidan mahsulot unumiga reaksiya borishiga ta'sir qiluvchi bir nechta omillar, masalan, harorat, reaksiya davomiyligi, erituvchilar, boshlang'ich reagent va substratlarning miqdori, tabiat va boshqa fragmentlarni ilmiy nazariyaga tayangan holda asoslab berilgan va bu nazariya bilan amaliyot bir-biriga moslik ko'rsatib o'tilgan. Sintez qilingan barcha yangi turdagi organik birikmalarning demak tuzilishi, tarkibi, tozaligi va boshqa xossalari zamonaviy fizik-kimyo tadqiqot usullari yordamida, xromatografiya, spektroskopiya usullari yordamida tasdiqlangan. Demak, olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, sintez qilingan 2 xlor N-tolil asetamid va ularning alkaloidli L-tolil asetamitlarning spektroskopik va xromatografik natijalari ishonchli bo'lib, muallif tomonidan o'tkazilgan eksperimentlar to'g'ri amalga oshirilganligidan dalolat beradi. Bundan tashqari, olingan birikmalarning konstantalari yuqori aniqlikda bajarilganligi muallifning nafaqat nazariy bilimlarga, balki laboratoriya tajribalari va eksperimentlarni olib borish bo'yicha yuqori ko'nikmaga egaligini ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari, muallif tomonidan sintez qilingan birikmalarning o'sha maqsadli qo'llanilishi aniqlangan. Demak, bundan sintez qilingan 8 turdagi birikmalarning saraton hujayralarining 2 qatori bachadon bo'yni epitelial karsinomasi va halqum adenokarsinomasining titotoksik ta'siri o'rganilgan. Demak, tolidinlarni xlor asetil xlorid bilan N-xlor asetildash reaksiyalari ilk bor ultratovush ta'sirida asetil nitrit erituvchisi olib borilgan. Bu ham ishning yana bir ilmiy yangiligi deb qarashimiz mumkin bo'ladi. Dissertant tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari asosida, demak, jami 17 ta xalqaro va respublika ilmiy anjumanlarida ma'ruzalar qilingan. O'zbekiston Respublikasi OAK talablariga demak to'laligicha javob beradi. Demak, 5 ta ilmiy maqola respublikada, 3 ta ilmiy maqola xorijiy jurnallarda nashr etilgan, jumladan Scopus sekretariyat jurnalida ham mavjud. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ish o'sha nazariy va amaliy jihatda yuqoriligini aytishimiz mumkin. Demak, umuman muallif tomonidan tayyorlangan dissertatsiya ilmiy jihatda yuqori saviyada yozilgan, amaliy jihatdan esa ayrim muammolarni bartaraf qilishga erishilgan bo'lib, bugungi kun talablariga to'liq javob beradigan ilmiy izlanishlar olib borilgan deb hisoblayman. Va ushbu dissertatsiya bo'yicha ayrim takliflarni bildirib o'taman. Demak, birinchisi, dissertatsiyaning birinchi bobida aromatik birikmalarni xlor asetildash reaksiyalari deb nomlangan bo'lib, demak 35 sahifadan iborat 80 nomdagi ilmiy adabiyotlar o'rganilgan. Shu joyda tanlangan aksariyat adabiyotlarning faqat kirish qismi tahlil qilingan. Muallif tomonidan ushbu adabiyotlarda keltirilgan ilmiy yangiliklar, ularning yutuq va kamchiliklariga chuqurroq e'tibor berilganda ishning ilmiy saviyasini yanada oshgan bo'lardi. Ikkinchi, dissertatsiyaning 3-bobida 3 paragraf foydalanilgan moddalarning tavsiflari qismini dissertatsiyaga kiritmasa ham bo'ladi edi. Endi hammamiz bilamizki, hozir xohlagan o'sha kimyoviy moddani internetdan ham topsak bo'ladi. Shuning uchun uni kiritmasa ham bo'lardi. Bundan tashqari, sintez qilingan birikmalarning tarkibi, tuzilishi va tozaligini tadqiq qiluvchi zamonaviy asbob-uskunalarning markalari, ularning turlari, qayerda ishlab chiqarilganligi, ularning texnik va manzilli ma'lumotlari ishning ilmiy yangiligi ahamiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi, shuning uchun kiritmasa ham bo'lardi. Organik kimiklarga gamer, ikat, mer, unutilishi shart, ularning markalarini berish, menimcha bu ishni qanaqadir ko'tara olmaydi demoqchiman-da. Uchinchi, dissertatsiyaning 3-bobida yangi moddalarni sintez qilishda erituvchi sifatida benzol, dioksan, etilacetat, dimetilformamid, aseton va benzoldan foydalangan. Ammo dissertant tomonidan ushbu erituvchilarning reaksiya borishi va mahsulot hosil bo'lish unumdorligiga ta'sir qilish mexanizmlari hamma joyda berilgan. O'shani bitta qilib umumiy holatda mana qonuniyat yaratildi desa, bor, uni bitta ko'rsatganda yana ham yaxshi bo'lardi edi. To'rtinchisi, sintez qilingan birikmalarning o'sha spektr
olingan bo'lsa-da, demak hammasini olingan. Yana ham, bu ham masal. Ularning tahlili yetarlicha tahlil qilinmagan. Belgilangan talablar asosida dissertatsiyaning ichki qismida namuna sifatida 2-3 tasini berib, shu natijalar berilgan rasm. Endi o'zi aslida talab yo'q bunga. Qaysidir kimdir tadqiqotchida faqat natijasini beradi, rasmlarni ilovaga qo'yadi, kamchilik bo'lib qolyapti. Kimdir rasmini ham qo'yadi, nimasini ham qo'yadi, boshqa narsasini kirita olmaydi. Lekin bu namuna sifatida bitta ikkitasini kiritganda zo'r bo'lardi. Yana 5-dissertatsiyaning 56-sahifasida toluidinlarni xlor asetildash jarayoni reaksiya mexanizmi keltirilgan. Demak, taklif qilingan reaksiya mexanizmini tahlil qilishda ayrim tushunarsiz holatlar mavjud. Ya'ni qanaqa tushunarsiz? Men qatorda bu reaksiya mexanizmini mana bugun ma'ruzasidan eshitdik, juda ham yaxshi tahlil qilib berdi, yaxshi ko'rsatib berdi. O'sha bugun gapirganlarni kiritganda boy edi-da. Organikada ba'zi holomizmi shu nazariy jihatdan saviyani oshirish uchun reaksiya mexanizmi ko'proq e'tibor beriladi. Demak, dissertatsiyada keltirilgan jadvallar, rasmlar va ayrim reaksiya sxemalarini bayon qilishda bir qator o'zlari ham aytib o'tdilar. Mana texnik kamchiliklarning mavjudligini mavjud. Masalan, shu jadvallar qisqa bo'lib qolgan, rasmlarda ham qarab tushuna olmaysiz. Uni hajmlari bor, texnik xatolar bular. Demak, keyingisi. Ishning kirish qismining tadqiqot usullarida rentgen tuzilish tahlili qo'llanilgan deyilgan. Ammo dissertant tomonidan dissertatsiya sintez qilingan birikmalarning atiga 2 ta moddaning rentgen tuzilish spektri keltirilgan va ular ham tahlil qilinmagan. Va 8-si muallif tomonidan xlor-en paratoluatamid, 2 xlor-en metatoluacetamidlarning F7 alkaloidli birikmasi hosilasi, demak, Cambridge kristallografik markazi ma'lumotlari bazasiga kiritilgan deyilgan. Ammo dissertatsiyada ushbu moddalarning sintezi, xossalari boshqa xususiy tarkiblar to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar keltirilmagan. Mana shu narsaga hayron qolish kerak. Muallif yaxshi ish qilgan, bajargan, ko'psta maqola chiqargan. Nimagadir o'sha zo'r, eng bir salmoqli natijasini dissertatsiyaga kiritmagan. Endi gaplashadigan bo'lsak, hajm yetmay qoldi deyiladi-da, lekin boynagi o'sha deylik isforma reagentlarda olib tashlab, o'sha skopusda chiqarilgan yaxshi maqola. Qatirim yaxshi maqolaning natijasini kiritsa yaxshi bo'lardi. Kerakli narsalariga o'zi shunaqa bo'ladi-da, kimdir kerakli narsalarni bera olmaydi, an'anaviy narsani beradi, lekin bu qiz mana shu yo'q narsasini kiritmay qolgan. Demak, keltirilgan kamchilik va e'tirozlar dissertatsiyaning ilmiy saviyasini kamaytirmaydi. Umuman olganda Babonazar va Sarvinoz Habibullayevning toluidinli xlor asetildash reaksiyalari olingan birikmalar xossalari mavzusidagi 02.0003 organik kimyo ixtisosligi bo'yicha tayyorlangan dissertatsiya ishi yozilishi, hajmi, mavzuning dolzarbligi va ilmiy yangiligi hamda chop etilgan ilmiy ishlarning mazmuni bo'yicha OAKning kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiya talablariga to'liq javob beradi. Babonazarov esa kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat Abduljalil Jozlevich. Rahmat siz talabgorga ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun. Rahmat. Avvalambor dissertatsiya ishini vaqtlarini ko'rib chiqib, o'z fikr mulohazalarini, takliflarini bildirganlar uchun ustozimiz professor Ziyadullayev Ortiqjon Egamberdiyevich minnatdorchiligimni bildiraman. Keltirilgan kamchiliklarga keladigan bo'lsak, dissertatsiyaning birinchi bobi aromatik birikmalar xlorasillash reaksiyalari deb nomlangan bobida aromatik birikmalar xlorasillash reaksiyalari asosan adabiyotlarda oraliq mahsulot sifatida, keyingi yildagi adabiyotlarda oraliq mahsulot sifatida qo'llanilganligi keltirilgan. Ulardan keyingi mahsulotlarni ishlatilishi keltirilganligi sababli faqat olingan moddalarning qo'llanish sohasi birinchi bobning ikkinchi bo'limiga keltirildi. Ikkinchi kamchilik dissertatsiyaning 3-bobi shu bir foydalanilgan moddalarning tasniflari bizdan keyingilar dissertatsiyadan foydalanuvchilar uchun ma'lumot sifatida kiritildi. 3-kamchilik keltirilgan 3-kamchilikka roziman va kelgusi ishlarimdan chiqib o'rganishga harakat qilaman.
Keltirilgan to'rtinchi kamchilik sintez qilingan birikmalarning mass spektri, infraqizil, yamir spektrlari olingan, ularning tahlillari tajribalar qismida to'liq keltirilgan. Muhokamada uchta izomer, bir xil izomerlarni umumlashtirib keltirib o'tilgan. Keltirilgan 5-chi kamchilik toluidin xlorostillash reaksiya mexanizmi, bu avvaldan ma'lum bo'lgan mexanizm bo'lganligi uchun batafsil to'xtalmadi. 6-chi kamchilikka roziman, kelgusi ishlarimda chuqurroq o'rganishga harakat qilaman. 7-chi kamchilikka ham roziman, keyingi ishlarimda e'tiborli bo'laman. Takliflaringizni inobatga olaman. 8-chi kamchilik 2-xlor paratolasamid, 2-xlor metaentolasamid va effekt alkaloid bilan hosilasi, 2-xlor metatolasamid, psevdoefedrin alkaloid bilan hosilalarni kristallari o'rganilgan. Cambridge bazasiga ro'yxatdan o'tkazilgan va Scopus maqola ham chiqarilgan. Lekin kristallografik ma'lumotlar kiritish endi kelgusi ishlarimga o'rganib, keyingi ishlarimga harakat qilaman. Rahmat. Oqiljon kamchilik rahmat. Demak, so'z keyingi rasmiy opponentimiz kimyo fanlari doktori, katta ilmiy xodim Abdurazzoqov Asqat Sheraliyevichga. Birinchi opponentimiz to'liq taqdidlarni o'qiganlar uchun sizga faqat kamchiliklar va takliflaringizni o'qib bersangiz. Assalomu alaykum. Shuni so'ramoqchi edim. Degan bir rosa to'xtalib o'tdilar. Shunga agar ruxsat bersangiz faqat taklif va kamchiliklarni o'qib qo'ysam. Bobolazar va Sarvinoz Hajibullayevlarning toluidin xlorotillash reaksiyalari va olingan birikmalarning xossalari mavzusidagi 020003 organik kimyo ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga taklif. Demak, dissertatsiya ko'rib chiqqanda 22 ta adabiyot chop qilingan ekan shu ish bo'yicha. Shundan 5 tasi maqola, 2 tasi respublikada, 3 tasi xorijiy va 1 tasi Scopus maqola ekan. Undan tashqari dissertatsiyaga kirish 3 ta bob, xulosa va foydalangan adabiyotlar ro'yxatidan iborat hamda dissertatsiya 109 betni tashkil etadi. Endi yuqorida aytib o'tildi ko'p erishilgan yutuqlar, ular bilan bir qatorda quyidagi taklif va kamchiliklarni keltirib o'tsak. Birinchisi bu dissertatsiyani kirish qismida men ko'rganimda o'sha respublikamizda aromatika gidrohalqali birikmalar bilan izlanish olib boriladigan olimlar haqida keltirilgan, lekin juda qisqa keltirilgan. Aksillash reaksiyalari bo'yicha juda ko'p olimlar ishlagan, shularni kengroq berganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi 2-xlor tolol asetamidni olishni 2 xil usulini keltirib o'tyapti. Birinchisi oddiy sharoitda, ikkinchisi esa ultratovush ta'sirida olib borilgan va ushbu reaksiyani o'tkazilgandan keyin ikkalasini taqqoslab bergan. Lekin shuni yanada yaxshilab ochib berganda maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki ikkalasining farqlarini to'liqroq tushuntirib berish kerak edi. Keyingisi dissertatsiyaning muhokama qismida 58-betida yana xuddi shu davom etadi. Yana shu reaksiyani olib borishda deydi, reaksiyani mol nisbatda olinib, keyin -2, -5 gradusda sovutib, tomchilatib, keyin birdaniga suv hammomida xona harorati olib borildi deb uzluksiz yozib ketdi. Buni to'xtalib, ya'ni -5, -2, -5 gradusda olib bordik. Keyin reaksiya xona haroratiga kelgandan so'ng buni xona haroratida davom ettirdik deb ta'kidlab, yaxshilab ajratib, aniqlik kiritib yozganda yaxshi bo'ladi. Keyingisi toluidinlarni faqat xlorotil xlorid bilan aksillash reaksiyalarini olib borgan. Men o'ylaymanki, boshqa aksillovchi agentlardan ham foydalanganda va muhokama qismi yana ham boyigan bo'lar edi. Keyingisi 5-chi muhokama bo'limida o'qib kelayotganda 1, 2, 3 moddalar deydi, shu moddalar haqida gap boradi. Ya'ni shu moddalarni spektrlar tahlili va hokazolar, lekin sxemada 1, 2, 3 moddani topish qiyinroq. Ya'ni o'sha raqamlanma ketilgan. O'sha raqamlanganda o'quvchiga oson bo'ladi tushunishiga. 6-si 2-xlor tolasetamidni izomerlarni, ya'ni F7 va psevdoefedrin bilan alkaloidlar bilan reaksiyalarni olib borgan va tahlil qilgan. Spektrlarni tahlil qilishda 1H spektr tahlili deyilgan. Bunday bo'lmaydi. Aslida
demak bir ash jamiyat spektori deb aytilishi kerak edi. Bu bir nechta joyda o'sha juda takrorlanib ketgan. Ushbu keltirilgan kamchiliklar dissertatsiya ishini ahamiyatini kamaytirmaydi. Demak, Bomonazar va Sharnoz Abdullayevlarning shu toluidin xloratsizlash reaksiyalari va olingan birikmalarning qo'shimchalarini bu mavzudagi dissertatsiya ishi vaqt talablariga mos keladi va uni PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat kattakon. Alisher Aliyevich, so'zni talabgorga beramiz, ko'rsatilgan kamchiliklarga va takliflarga javob bersin. Dissertatsiya ishimni vaqtlarini ayamasdan ko'rib chiqib, o'z fikr va mulohazalarini, takliflarini berganliklari uchun ustozimiz Abdurazzoq Alisher Aliyevichga minnatdorchiligimni bildiraman. Keltirilgan takliflar, birinchi kamchilik o'zbek olimlarini keltirishda faqat fluoressenslash reaksiyalari bilan ishlagan olimlarni keltirgan emas, umumiy aksillash bilan ishlagan olimlarni emas, fluoressenlovchilarni keltirgan emas. Ikkinchi kamchilik, keyingi ishlarimizda inobatga olaman, kelgusidagi ishlarga unga roziman. Uchinchi, keyingi keltirilgan kamchilik fluoressenslash reaksiyasi jumla ozgina tushunarsiz chiqibdi. Ya'ni fluoressenslash jarayonida sovutib turib, keyin xona haroratida davom ettirilgan deb yozmoqman. Keyin so'zi tushib qolibdi. Buning uchun uzr so'rayman. Keyingi to'rtinchi kamchilik, dissertatsiya ishini mavzusi fluoressenslash bo'lganligi sababli faqat fluoressenslash reaksiyalari olib borildi, boshqa atsillovchi reagentlardan foydalanilmadi. Keyingi ishlarimda inobatga olaman. 5-6 kamchiliklar, bu texnik xato ketibdi. Proton Yamir deb yozishim kerak edi. Proton spektri Yamir so'zi tushib qolibdi. Buning uchun uzr so'rayman. 5-6 kamchiliklar texnik xatolar ekan, uzr so'rayman. Roziman. Alisher Aliyevich, qoniqarli javob berdi. Rahmat kattakon. Endi munozaraga o'tamiz. Dissertatsiya ishi bo'yicha kim so'zga chiqmoqchi bo'lsa, marhamat. Qasman domla. O'ziz Mahsumov. Hurmatli kengash a'zolari, bugungi navbatdagi talablar haqida Farg'ona koronavirus maktabidan yangi bir boshqacha bir serial ishlab chiqdi. Doktor Sekvengaska yo'qlarni sohada eng O'rta Osiyo 5 respublikasi ichidagi mazkur mutaxassis sifatida tan olinganlar. Har safar rang-barang turdagi radikallik amida sintez qilinyapti. Ularni olinish metodikalari yaratilyapti. Ularni qaysi bir sohada topilish sohalarini berib kelyaptilar. O'sha vaqt keldiki, shu sohada yirik mutaxassis sifatida monografiya yaratishsalar bo'lardilar o'z maktablari nomidan. Chunki universitet bir necha yildan buyon mana shunga qiziqarli ishlar qilganlari ko'pchilik shu monografiyani chiqishini kutishyapti. Shu sohada katta muvaffaqiyat ishlaymiz. Bugungi ish masalasiga kelsak, mana faqat aromatik aminlar, mana turli tuman alkaloidlar asosida aminlar olish usulini yaratishda yangi usullar bilan bu ham juda katta organik kimyoga shu deyarli hamma sinflardan aminlarni olib kelyaptilar. Bugungisi juda ham ulardan farqliroq. Alkaloid sohasida aminlarning ko'pchiligi zaharli moddalar bo'ladi. Amin guruhi kirishi bilan ularni ancha zaharligini kamaytirishi tarixdan ma'lum. Va bunga dissertantning savol-javoblariga to'liq javoblari va chopilgan materiallari va oponentlarning chiqib bergan bahasi asosida ishni sohimiz va ovoz berishni chaqirdik. Rahmat domla. Yana so'zga chiquvchilar marhamat. Habibullo Sayfulovich. Kengash a'zolari mana hozir Bomonazar va Sharnoz Habibullayevlarni ma'ruzasini tingladik. Kimyo fakultetida bakalavriyat va magistratura kurslarni to'liq o'tgan. Ana shu
klaviatura payti, o'qilgan payti yo organik fanga qiziqib, kabinaga kelib, ilmiy ishlar bilan shug'ullangan. Ayniqsa magistratura paytida bu qizimiz juda katta mustaqillik bilan ishni olib borib, yaxshi ilmiy xodim ekanligini o'sha paytdayoq isbotlagan edi. Mana bugun ma'ruza davomida biz shuni bildikki, ma'ruzalar juda aniq va ravshan, hamma faktlarni yaxshi keltirdi va olingan natijalarni qayerda qo'llash mumkinligi to'g'risida va ishdagi nazariy joylarga juda katta ahamiyat berdi. Ayniqsa mana shu qo'llanilgan yo'riqnomalarning ichida dimetil farometga ko'proq e'tibor berib, uni kam miqdorda ishlatish mumkinligi va uni reaksiyada katalizator rolini yana bir bor ko'rsatib, ishni ilmiy darajasini oshirgan. Men o'ylaymanki, Bobonazar Husanov bundan keyingi tadqiqotlarni ham yana rivojlantirib borishiga hamma baza yetarli deb o'ylayman va bu sohada unga solih ishlarni muhim. So'zlarda so'zga chiquvchilar marhamat. Xoliqov Suyunich. Olayotganlarda Sharmas bilan ham, magistraturada ham misrajlashib qoladi. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, ishchi ustozlik ta'limini ishlar qiladigan bo'lsak, magistraturada ko'p bilan ishlaganlar, bitirganlaridan keyin mana kollejda mani ko'rib keldi, demak ma'lum bir bosqichdan o'tdilar va maniki stajyor tadqiqotchi doktorant shu hatto bo'lishlarida bugungi qilayotgan ishlari yoki bo'lmasa bugun borish kerak bo'lgan darajasi uchun kerakli bo'lgan hamma bosqichdan o'tdi. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, Sarvinoz yaxshi pedagog, yaxshi kadr oladi. Bu jihatdan ham ustozlar domlalarda va ta'minot. Rahmat. Ancha yetarli, haqiqatan ish ilmiy yangilikka ega, ilmiy amaliy ahamiyati bor, zamonaviy fizik tadqiqot usullaridan foydalanilgan. Bu yerdagi keltirilgan kamchiliklar bu takliflar. Keyingi ishlaringizga albatta bundan so'ng hammasini e'tiborga olasiz deb umid qilamiz va keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichimiz bu hisob komissiya tarkibini tanlab olishimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? Taklif tushdi. Xullas, Rafikov Adham Salimov, kimyo fanlari doktor professor. Do'stmurodov Olim Navbekovich, kimyo fanlari doktor professor. Hamda Xoliqov Tursunali Suyunovich, kimyo fanlari doktor professor. Kim shu taklifga rozi bo'lsa, marhamat rozi bo'lishini so'rayman. Xoliqov, ikkalasi xalqqa yo'shach. Ovoz berib bo'ldi, yo'qotib shuning uchun Xoliqov Tursunali Suyunov qoladi. Sabab Abdurahmon marhamat qiling. Agar sizga pullarni to'lib chiqamiz, to'yga berilgan va tasdiqi belgilanadi. Demak, agar asos qolish mumkin bo'lsa, marhamat so'rayman. Qarshilar betaraflar yo'q. Endi tasnifiy belgilarga kelsak, sifatdan usul tanlaganimiz bor edi. Agar kishi bo'ladi, sizlar ovoz berib qo'yishlar so'rayman, marhamat. Rahmat, mamlakat qarshilar yo'q. Demek endi sana. Hoş geldin. Nasıl başlasın bakalım? Tamam, ben de falan. Bakalım. Sizden. Çıkmaz önceydi. Makul.
Hisob komissiya raisi, kimyo fanlari doktor, professorlar Farham Salimovich beriladi. Marhamat, domla. Hisob komissiyasi hukumat berilgan ovozdan sanab tutdik. Majlisda 21 kishi qatnashdi. Shundan 6 statsiya mavzusi bo'yicha fan doktori, 20 bulletin tarqatilgan, bittasi tarqatmasdan qolgan. Ovoz berish natijalari: tarafdorlar 20%, qarshi va betaraflar yo'q. E'tibor uchun rahmat. Hisob komissiya bayonnomasini tasdiqlab olishimiz kerak. Kim rozi? Maslahat ovoz berishini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Birozdan qabul qilindi. Endi dissertantni men o'zim nomidan, Chetdagi ilmiy kengash a'zolari nomidan tabriklayman. Bugungi himoya bilan kelgusi ishlaringizga omad tilayman va sizga yakunlovchi so'z beradi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor vaqtlarini ayamasdan bajargan ilmiy ishimni baholash uchun shu yig'ilishda ishtirok etayotgan ilmiy kengash a'zolariga, ustozlarimizga va yig'ilishda kelgan mehmonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu fursatdan foydalanib kimyo fakulteti jamoasi faoliyatini olib borayotgan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki mustaqil hayotga ilk qadamimni shu dargohdan boshlaganman. Va bugungi yutuqlarga erishishda ustozlarimning mehnati katta. Dissertatsiya ishini bajarishimga o'zlarining beminnat bilimlarini, qayerdan maslahatlarini va yo'l ko'rsatib menga bergan yordamlari fakultetikani Karim va Shahnoz Abduxoliqovlarga barham shukur hamdardlarga ustozlarim Toshmuhammad Sayfullayevga
Taş ve muhabbet azab verdiğim YouTube Muhammed Saidovga va organik kimyoga migratsiyaning o'qituvchilari hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi isimlik moddalar kimyosi instituti alkaloidlar kimyosi laboratoriya mudiri kimyo fanlari doktori laboratoriya mudiri Juraqul Shizat Niyat Qabulov o'z minnatdorchiligimni Dissertat ishini rasmiylashtirishda yaqindan yordam bergan ustozlarimiz Akbar Hamdam Ikromovga, Hamid va Gulfag'or opaga, Vladimir Kalatin ustozimizga, Toshif Hamza o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tadqiqot ishida olingan natijalarni tekshirishda yaqindan yordam bergan O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Obid Sodiqovich nomidagi Organik kimyo instituti olish olimlari, O'zbekiston Gaz Fanlar Akademiyasining Sodiq Yunus nomidagi o'simlik moddalar kimyosi instituti tadqiqot olimlari va Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti huzurida hujayra va molekulyar biotexnologiya oliygohlararo ilmiy laboratoriya tadqiqotchilari olimlariga minnatdorchiligimni bildiraman. Shu o'rinda dissertatsiya ishini himoyaga olib chiqishda o'zlarining vaqtlarini ayamasdan ko'rib chiqib, o'z fikr mulohazalar va takliflarini bergan tadqiqotchilar Azim va Gulmira Zayniddinovaga va rasmiy opponent Ziyadullayev Odiljon Egamberdiyevichga va Abdurazzoqov Asqar Sheraliyevichga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va menga yaqindan yordam bergan, qo'llab-quvvatlab turgan va shu darajaga yetishimga yordam bergan oila a'zolarimga va xo'jayinimga katta rahmat aytaman. Kengashga hammanglarga rahmat. Sog'-omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Kengashga. Yes.